Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, qo'ziqo'zlar ishqibozlari. Bugun hafta kuniga payshanba 5-iyun. Qurbon hayitga oz qoldi. Qurbon hayitga yengilroq narxda olaman deganlarga. Hozir manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shavon qishlog'idamiz. Qo'chqorlarimiz dam olib yotibdi. Olaman deganlarga hozir soni 99 ta qo'y bor. Klientlarimiz ham kelishdi. Qo'ylar yotibdi dam olib. 99 ta dona qo'y bor. Narxlari ko'rib turibsizlar, o'zi yengilroqlar. Olaman deganlarga. Klientlarimiz ham kelishyapti ko'rib. Yo'qsa olishadi. Yo'qmasa boshqa odam olishadi. Videolarimiz yoqqanmasa bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Sal korotka oldi videolarni bu tomonga tashqariga chiqarib olmaganim sabab vaqtlarimiz juda qisqa. Biz hozir bularni jungini olishimiz kerak.